Oxirgi kunlarda uyimizda hech kimni ishtahasi yo'q. Bunaqa issiq havoda ishtaha bo'lmasligi bu normal. O'shaning uchun men bugun okroshka qilishga qaror qildim. Bunaqa usulda okroshkani birinchi marta qilishim. Xullas, birinchi bo'lib qaynatilgan go'sht va kartoshka va keyin bodringni to'g'radim. Qaynatilgan tuxumni oqini sarig'idan ajratdim, oqini maydalab to'g'radim. Sarig'ini vilka bilan ezib, mayda to'g'ralgan ukrop bilan aralashtirdim. Ketidan to'g'ralgan ko'k piyozni ham qo'shib yubordim. Mayonez, kefir va ozgina gorchitsani aralashtirib sovordim. Mazasi yana ham yaxshi bo'lishi uchun 100 gram pyure milky smetanasini ham qo'shdim va oxirida 1 litr kefir va go'sht qaynagan suvni solib okroshkani tayyor qildim. Orada o'g'lim men bunaqa ovqat yemayman degani uchun bolaga lavashmi yoki buritami xullas mana shunaqa narsa tayyorladim. Tog' filasi, piyoz va bolgarskiyni to'g'rab qovurdim, keyin ularga ziravorlarni qo'shdim. Biroz qovurilgandan keyin ozgina smetana va sir qo'shib aralashtirdim. Keyin tayyor bo'lgan nachinkani lavashlarning ichiga o'radim va tosterda bitta qizdirib oldim. Aytgancha menga obuna bo'lishni unutmang, chunki mening blogimda bunaqa videolardan juda ham ko'p.